originaligini ko'rib chiqamiz. Hop, bu safargi sizlar bilan ko'rib chiqadigan parfyumimiz Versace Pour Dilan Blue'ni erkaklar parfyumini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, qadoq ustiga e'tibor beradigan bo'lsak, sifatli qog'ozdan ishlangan, logotiplar urib tushirilgan, shu betda sizlar bilasizlar, yozuvlari ham o'yib tushirilgan. Ushlaganda his qilasizlar. Hop, qadoq orqa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, bitta sostavlari hammasi ko'rsatilgan, QR kodlar va orqa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, badge kodlar, QR kodlar qanday ishlab chiqarilgani hammasi yozilgan. Kelinglar biz sizlar bilan birgalikda an'anadan chekingan holda, ya'ni original va podelka parfyumlar haqida ozgincha gaplashib o'tamiz. Original parfyumlar yuqori sifatli sostavdan qilingan bo'ladi va har xil ingrediyentlar aniqlik bilan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Brendda asosiysi sifat bo'ladi. Versace bo'ladimi, Chanel bo'ladimi, hammasi brendda asosiysi sifatda bo'ladi. Podelka parfyumlarga keladigan bo'lsak, ular sintetik xushbo'ylantirish bilan tayyorlanadi, ya'ni ichidagi sostavlar yog'lar sintetik tayyorlangan bo'ladi. Ularni allergiya berishi ham podvoprosniy, ya'ni originalni parfyumlarda dermatologik jihatidan testdan o'tkazilgan bo'lsa, podelka parfyumlarda unaqa bo'lmaydi, ya'ni allergiya berish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Yana podelka parfyumga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hidida ochilish bo'lmaydi, bitta tempda qotib turaveradi. Agar parfyumni sizlar originalni oladigan bo'lsanglar, soatlar, minutlar, umuman daqiqalar o'tgan sari ko'rasizlar, ular ochilishni boshlaydi. Mana fruktoviy deymiz, hop, svejiy bo'lib ochiladi deymiz. Qisman bo'lib, o'sha vaqt mobaynida ochilib odamga yoqimli his keltirib chiqaradi. Bularning sostavlari original parfyumlarda bilasizlarmi, shunchaki parfyum yog'i olinmaydi-da, hammasini quritilgan yoki daraxt po'stlog'i vaqtlar davomida tayyorlanib, ular bilan shug'ullanib, sostavi yog' shakliga keltirib parfyum yog'lari tayyorlanadi. Podelkada esa asl sostav bo'lmaydi. Bu yerda faqat ximikatniy sostav bo'ladi. Nima deydi? Yolg'oncha yaratilgan sostav bo'ladi. Xo'p, biz shuni farqlab olishimiz kerak har doim originalda. Men sizlarga maslahat berardim, har doim original parfyumlarni ishlatishni. Agar original parfyumlarga imkoniyatlar bo'lmasa, iloji bo'lsa, hozirgi Dubay parfyumlar chiqyapti. Ular ham sostavlarini original ularda ham sostavlari shu sostavga o'xshatib chiqariladi, lekin birga bir degani bu xuddi mana shunaqa bo'ladi degani emas. Baribir original. Xuddi kolani originalini ichsangiz qanaqa yoki bo'lmasa podelka yoki qanaqadir boshqacha kola ichib qolsangiz, ta'mi boshqacha bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Baribir hech qaysi parfyum originaldek bo'lmaydi. Xo'p, Dubay ko'rib chiqadigan bo'lsak, klonlarni qilishyapti. Ular ham zo'r ishlab chiqarishyapti. Men o'zim ham Dubay parfyumlarini ham ishlatib ko'raman. Juda ham yaxshi chiqarishadi. Lekin bilasizlarmi, originalda sostavlari haqida ko'p o'ylab, ko'p mehnat ketilib tayyorlanishadi. Baribir klon deymizmi, ularda baribir o'sha sostavlar shunchaki olinadi. Originalda esa unaqa emas bo'ladi, baribir parfyum yog'lari o'sha o'ziga kerakli darajada chiroyli qilib yaratilgan.